Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı mazlumlarga kuch-quvvat, qalbi ümidsizlikka to'lgan kishilarga umid, chiqish yo'li izlayotganlarga yo'l xaritasi, ruhiy qulluqqa mahkum bo'lganlarga tirik ruh ato qiladi. Chunki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı xuddi bir bog'chaga o'xshaydi. Kirgan odamning bo'yi egiz bo'lsa, uning bo'yiga munosib egiz yerda o'sgan gul chechaklar bor. Agar bo'yi paka bo'lsa, uning bo'yiga munosib yerda o'sgan gul chechaklar bor. Demak, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hayotida mayli cho'ng olsun, mayli kichik olsun, mayli er olsun, mayli ayol olsun, mayli boshliq olsun, mayli fuqaro olsun, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, kishilik munosabat va turmush qatorliq hayotning hamma sohalaridagi eng go'zal, eng yaxshi namuna va har zamon va har makonga munosib mukammal hayot sistemasini ko'raydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hayoti, ish izlari odatdagi odamning hayotiga va ish izlariga tubdan o'xshamaydi. Chunki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamni Alloh taolo dunyoga operada qilishdan ilgari uni insoniyatga o'qituvchi, yetakchi qilishni oldin iroda qilgan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning ismi tug'ilishdan 600 yil ilgari Tavratda Ahmad nomi bilan tilga olinadi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dagi aql, farosat, yuksak axloq, fazilat va siyosiy jihatdagi donolik qatorliq barliq ortiqchilik va fazilatlarning hammasi Alloh taoloning Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni insoniyatga yetakchi, o'qituvchi qilishni iroda qilganligi uchun uning da hozirlangan sifat va shartlardan iborat. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dagi barliq iqtidor, axloq va ortiqchiliklarning hammasi Alloh taolo tomonidan kelgan bevosita ilohiy tarbiyadir. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam addabani Robbi fa ahsana ta'dibi. Meni Robbim tarbiyaladi va mening tarbiyamni eng yuqori ravishda, eng puxta, eng go'zal qildi dedi. Demak, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning dunyoga kelishi Alloh taolo tomonidan oldin urunlashtirilgan dunyoviy o'zgarishning signali va boshlanishi. Chunki Alloh taolo Odam otamizdan tortib har davrda, har bir millatga, har bir qavmga o'z ichidan payg'ambar avatish orqali o'zining buyrug'ini yetkazgan va kishilarni u payg'ambar orqali to'g'ri yo'lga yetaklagan. Shu bo'yicha davomlashib milodiya 5-asrning oxiriga kelgan vaqtida insoniyat aqida e'tiqodi butunlay buzilib, adolatdan asar qolmagan. Bu vaqtda Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni eng oxirgi payg'ambar qilib avatish orqali bu koinotni oxirlashtirishni iroda qilgan. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn. Men va qiyomat mushuning o'xshash avatildim deydi. Ya'ni men bilan qiyomatning orliqi koinotning umriga qaragan vaqtida mushundaq yaqin va men bilan qiyomatning orliqida hech qanday payg'ambar yo'q deydi. Boshqa payg'ambarlarning hammasi o'zining millatiga xususiy shaklda avatilgan bo'lsa, bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom butun insoniyatga rahmat payg'ambar qilib avatilgan. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammad, biz sizni butun olamlarga, ya'ni butun insoniyatga rahmat qilib avatdik deydi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ish harakatlari, so'zlari hammasi insoniyat uchun rahmat, ya'ni mukammal hayot sistemasi va agishga tegishli namuna. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Sizlar uchun payg'ambaringlar Muhammad alayhissalomda agishga tegishli go'zal namuna bor deydi. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti faqat tarix emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti Qur'onning jonliq tirik shakli. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga tushish bilan birga u Qur'onga amal qilib real shaklda ko'rsatish uchun bizga payg'ambar qilib avatgan. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotini o'rganish deganlik Qur'onning jonliq shakli bilan tunishib chiqish deganlik bo'ladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti, ish izlari bilan tunishmay turib, Qur'onning inchik tafsilotlarini tushunish mumkin emas. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti bizga islomning ona temelari bo'lgan aqida, adolat va axloqning nima ekanligini va uni reallikka qanday tatbiqlaydiganligini amaliy harakat orqali bizga ko'rsatib beradi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotini o'rganish deganlik Qur'on axloqini o'rganish deganlik. Bir sahoba payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ayoli Hazrat Oyshadan Rasulullohning axloqi qanday edi deb so'raydi. Oyisha onamiz "Sen Qur'on o'qimadingmi?" deydi. Haliq sahoba "Albatta o'qidim" deydi. Kana xuluquhul Qur'on. Uning axloqi, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning axloqi Qur'on edi deydi. Demak, Qur'on axloqini ko'ray, Qur'on axloqining reallikka tatbiqlangan namunasini, ulgusini ko'ray degan odam payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti bilan tunishib chiqish kerak. Shundaqla Qur'on Karimning davlatga yoki shaxsga tatbiqlangan shaklini ko'ray degan odam payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti bilan tunishib chiqish kerak. Xulosa qilib aytgan vaqtida islomni to'g'ri shaklda ko'ray degan odam payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti bilan tunishib chiqish kerak. Biz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotidan do'stga qanday muomala qilishni, dushmanga qanday muomala qilishni, xoinga qanday muomala qilishni, munofiqqa qanday muomala qilishni, xatolik o'tkazganlarga qanday muomala qilishni, o'zimiz xatolik o'tkazib qolsak qanday muomala qilishni, ota-ona qanday muomala qilishni, bolalar qanday muomala qilishni, er ayolga qanday muomala qilishni, ayol eriga qanday muomala qilishni, mehmonga qanday muomala qilishni va dal-daraxt va o'simliklar, hatto biz yashayotgan bu muhit qanday muomala qilishni o'rganamiz. Allohning sevgisiga erishish va gunohimizning mag'firat bo'lishi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotini o'rganib va uningga amal qilib payg'ambarimizga
hayotidagi ergashish bilan bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Ey Muhammad, aytqinki, ya'ni bizga musulmonlarga aytqinki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar, shu vaqtda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohinglarni kechirim qiladi deydi. Demak, biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotini o'rganib, payg'ambarimizga ergashgan vaqtida Allohning muhabbatiga va Allohning gunohimizni kechirim qilishiga erisha olamiz. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga ergashdik deganlik Allohga ergashdik deganlik. Alloh taolo Qur'on Karimda "Man ata'ar rasul faqat ata'alloh." Kimki payg'ambarga ergashadigan, u Allohga ergashgan bo'ladi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayoti bilan tanishish bizning payg'ambarimizga va Allohga bo'lgan iymonimizni qaytadan kuchlantiradi. Biz nurg'unlagan kishilarning payg'ambarimizning hayotini o'qigandan keyin iymon etganligini, musulmon bo'lganligini anglaymiz. Payg'ambarimizning hayotidagi kishilarning e'tiqodiga ta'sir ko'rsatadigan nuqta qaysi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning yuksak axloq fazilatga ega bo'lganligimi yoki qumdak chechilib ketgan arablarni bir yerga to'plashdagi donoligi va aql farosatimi? Albatta bularning hammasi yordamchi sabab bo'la olishi mumkin. Ammo kishilarning aqidasiga ta'sir ko'rsatadigan negizlik nuqta bu emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotidagi kishilarning aqidasiga ta'sir ko'rsatadigan va bizning payg'ambarimizga bo'lgan iymonimizni kuchlantiradigan negizlik omil bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam elib kelgan islomning insonning tabiati va aqliga uyg'un bo'lgan aqida, qonun, tarix qatorliq inson hayotidagi hamma sohalarni o'z ichiga olgan mukammal hayot sistemasini keynida iloh bo'lmagan bir shaxsning elib kelish mumkinchiligi bo'lmaganligidir. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning axloq fazilatiga uning bilan birga yashagan, uni tunuydigan dushmanlarning hammasi guvohchi. Unda bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdagi bu yuksak axloq fazilat nereden kelgan? Bir odamga yuksak axloq fazilat nereden keladi? Ya ota-onasidan keladi, ya yashagan jamiyatdan keladi, ya o'qigan maktab ustozlaridan keladi. Payg'ambarimizning hayotiga qarab boqadigan bo'lsak, bu uch maktabning hech qaysi payg'ambarimizning hayotida yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam dunyoga ko'z ochishdan ilgari dadasi vafot topgan, 6 yoshga kirmayla onasidan ayrilgan. Uningdan keyin bobosi Abdul Muttalib himoyasiga elib 8 yosh kirgan vaqtda uningdan ayrildi. Uningdan keyin tog'asi Abu Talib himoyasiga olgan. Ammo Abu Talib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam elib kelgan islomga va yuksak go'zal axloqqa iymon etmay kafir holatga ketgan. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning axloqi ota-onasidan kelmaydi. Undaqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning yuksak axloq fazilati yashagan jamiyatidan kelganmi? Yo'q. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam yashagan jamiyat jahiliyat davri deb atalgan, Alloh g'azablangan eng qaloq, eng xatolik ko'p bo'lgan bir jamiyat. Bundaq jamiyatda payg'ambarimiz o'rgangudek ne axloq bo'lsin? Bundaqda payg'ambarimizning axloqi o'qigan maktabidan yoki ustozidan kelganmi? Yo'q. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam hammamizga ma'lum bo'lgandek, o'qishni, yozishni bilmaydigan savodsiz inson. O'qish, yozishni bilmaslik sizlar bizlarga o'xshash insonlarga ayib bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga nisbatan qilgan ishlari qarg'an vaqtimizda uning payg'ambar ekanligini, Allohning elchisi ekanligini isbotlaydigan mo'jiza va aqliy dalil bo'la. Masalan, qarab boqadigan bo'lsak, bu savodsiz inson faqat 23 yilda aqid jihatda buzilib, but va toshlarga ibodat qiladigan, ilm ma'rifatda qaloq jaholatda qolgan, buzuqchilik, haroq-sharob butunlay avj olgan, qizlarni tirik ko'madigan darajada qalbi qetib ketgan, ozroq ixtiloflar sababli qilich ko'tarishib urushadigan, qumdak chechilib ketgan bir millatni aqida jihatda bir Allohga ibodat qilishga, buzuqchilikdan hayo, iffat va axloqqa, qaloqlikdan ilm ma'rifatga, qiz o'g'illarni tirik ko'madigan darajadagi qalb qattiqlikdan mehr shafqatga yetaklab tavhid bayroq ostida to'plagan. Bu ishlarning hammasini faqat 23 yilda bir savodsiz inson ro'yobga chiqardi. Agar keyin ilohiy kuch bo'lmasa, savodsiz Muhammad bu ishlarni qandoqmi ro'yobga chiqara olsin? Bugungi kunimizda yuzlarcha doktor, yuzlarcha professorlar tamaki haqida kitob yozib, leksiya so'zlab, kishilarni taxi bu yomon illatdan yiroqlashtira olmaydi. Hatto kuchi bor davlatlarmi buni qila olmayapti. Osmoniylar podshohlaridan Murod 4-jamiyatida yamrab ketgan tamakining oldini olish uchun tamaki chekkan odamga o'lim jazosi chiqargan. Lekin bu usul bilanmi kishilarni taxi tamakidan yiroqlashtira olmagan. Endi o'ylab baqing. Islohotchida bo'lishga tegishli hech qanday unvon bo'lmagan savodsiz bir inson yuqorida biz sanab o'tgan illatlardan kishilarni o'z roziligi bilan qutuldirib, hamma millatga o'rin beradigan mukammal bir hayot sistemasini barpo qilishi uning Allohning payg'ambari ekanligidan boshqa ehtimol qo'yamdi. Yana bu savodsiz inson buni bilan bo'ldi qilmay 14 asr burun homilning qandoq yetildiganligi, buyuk portlash nazariyasi va yaqin kelgusida yuz beradigan Sasanilar imperiyasining mag'lub bo'lishi va uzoq kelgusida yuz beradigan Istanbulning fath qilishiga o'xshash g'aybiy xabarlarni hech ikkilanmasdan xabar berishi va degandek yuz berishi uning payg'ambardan boshqa bir inson ekanligiga ehtimol qo'yamdi? Albatta qo'ymaydi. Mana bu ishlar insofli bir dinsizga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning haqiqiy Allohning elchisi ekanligini ko'rsatsa, bizga o'xshash musulmonlarning payg'ambarimizga bo'lgan iymonimizni hassalab oshiradi. Payg'ambarimizning hayoti bilan tunishib chiqish iymonimizning sharti bo'lgan payg'ambar sevgisini bizga ato qiladi. Chunki bir insonni tunumay yaxshi ko'rgili bo'lmaydi. Uni yaxshi ko'rish uchun uning hayoti bilan ish iz bilan tunishib chiqish kerak. Biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning boturligi, yuksak axloq fazilati, donoligi va aql farosatidan boshqa jon halqumga kelgan vaqtidami ummatim deb
biz üçün Allah'a yalvarışları Allah ula bilmeydi, ulanın günahlarını keçirim kılgın deb biz üçün Allah'tan mağfiret tilishini köke vaqtimizda agar bizde sağlam qalb bolsa Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga bo'lgan muhabbetimiz qo'zg'almay qolmaydi va sahobalarning Peygamberimizga bo'lgan muhabbetidan hayron qolmaymiz. Sahobalar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam üçün ota-onalarini, bütün mallarını pida qilishga tayyor edi. İnşallah biz Peygamberimizning hayotidan bugungi kunimizga nazar degan bu programma orqali Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni yaqindan tunib, bu orqali umidsiz qalbimizga malham, qorong'u yo'limizga mayak va iymonimizning sharti bo'lgan Peygamber sevgisiga noil bo'lishni umid qilamiz va Alloh taolodan yo'l tilaymiz. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim,